Zubuyda zadı qandaq eser. Nurgullar bunu vay nayt, kayın yok, çakını bir eser. Nayt bir şu vaktiki qar cemiyet oynagan lüşçeklerinin, kolxozaylarınki işini yizip koygan bir eser. Nədim bir Batur Ezmet kahramanlar olsun. Tütkül 108 balvan qarsa, haqiqiy Batur Ezmet'li bir iş güç sanaq qılan ba. Qağallarının hemmisi oğur, yançıqçı, qaraqçı, bulançı, basqınçılar tursa deydi. Hem de yeni bəziler ma, vay bu degen nayt bir kino, bizim köygen, bizim oyunumuzun dənşi var. Üzerine bunu bizga tushundirib, ezberlab tahlil qilib deb ketmasangmi buludu. Bak haqiqiy o'ylab ketma. Bu deydi qilgan nurg'un. Undaqda sizlarcha rostilla shundaqmi? Benim bu so'zligimga qilcha ahamiyati yo'qmi? Subuydan mamlakatimizning 4 klassik asarining biri bo'lish sifati bilan Subuydan namli asar qiziqgan do'stlar meni qo'shib olib filmni davomini ko'ring. Buningda murakkab kishilik munosabat, kishilik hayot, oddiy kishilarning bir hayot tragediyasi oxirida cho'ng bir jamiyat tragediyasiga aylangan. Bularning pustuluq bilan aks ettirilgan intayin qaltis bir büyük eserdir. O'yinda murakkab, qalayimqan bir davrdagi oddiy bir puhralarning tanlışı ve münasebet sözlengen. Qarsak 108 balvanның hammasi şu bizga o'xshash bir odatli puhra, odatli kishilar. Yeni bu yerdagi odatdagi buningda kishilar yaxshi yo'l bilan o'zining turmushini qamdayolmay, yaxshi odam bo'lishdan bir chiqish yo'l topolmay, bular eski yo'lga qarab mangdi. Oğri, qaraqçı olib ketdi. Endi bu yerga oğri qaraqçılar toplashib, keyin texmi cho'ng qaraqchilik yo'liga mangdi. Texmi cho'ng eski kishilarni qiladi, texmi ko'p kishilarga ziyon yetkazadi. Keyin bularning hammasini jamiyat yaxshi nom, yaxshi ataq atalgan bir kishi o'zining to'g'asiga yig'ib, yaxshi nom bilan o'zining asl niyati, nishonining qurboni qiladi. Ya'ni bulardan ustulik bilan foydalanadi. Bu kishining kimligini nimsan menlar bilib bo'lganlar Sunjang. Qarsak mush Subuydagi eng qutuq qozongan, o'zining qimmatli bo'lgan arzu nishoniga yetgan odam shu Sunjang. Gerçi ahir zəhərlik bilan ölüb ketgan bo'lsin. Buna bu yerki Sunjang bu əsərdəki ən murakkab, ən təklif qilish arziydigan bir şəxs. Hergizmi biz şu televizyon teatrını görüp şu Liangshan günü noktasından şu 108 balon tarafı turupla bu yerki Sunjangni Talva Sunjang, Təslimchi Sunjang, Yilga Sunjang, Namert Sunjang, Sunjang deb haqoratlaşdırlar. Nostal aqlliq emas. Az to'g'ri emas deb qarayman. Ma'qulam Sunjangmi bir müşahidki salbiy nachar kishi. Lekin bu salbiy şu nacharlarchilikning eng salbiysi. Shularning ichidagi eng kattasi, eng yomoni. Hamda bu Sunjang bu yerda bir tug'ma qora jamiyat lavdasi, tug'ma bir iqtidoriy mushunq bir kensaysi bor buning. Lekin buning mayli taqdirqidan, yak alam, ya qalam martidan qilch yaqin kelmaydi. Shunga ko'pinchalar bu Sunjangni yaratmaysizlar, yoqtirmaysizlar. Ashta bu paka o'zi qarib tursa, ya bir alam mart yo'q, ya bir qalam mart yo'q deb zangli qilsizlar-yu. Lekin o'ylab baqqan Sunjang hamsi nimish bularga ataman bulardi. Nimish shundaq alamli kamolat ketgan, qalamli kamolat ketgan shundaq Batur atalgan azmatlarning hammasi Sunjangning gapini nimish anglaydi. Nimish Sunjang ag'a deydi. Bu Sunjang zodi qandaq bir sihriy kuch bor. Vaqtda siz men so'zlagan mush taklillarimdan Subuydaning qanchalik tushundingiz? O'zingiz his qilib baxmagan nuqtalarni, o'zingiz monunda yaxshi degan palvonlarni yana qaysi nuqtadan tushundingiz? Meni netchinglar meni so'zlagan mush 4 klassik asarni anglagandan keyin şu televizyon teatrını qaytladim, ko'rdinglar ya kitaplarını setib oldinglar. Sizlarchi bu Subuyda shundaq bir lüşçeklarning bir oddiy turmushini yizib qo'ygan bir shuningdek bir oddiy bir hikoyami. Undaqda Subuyda nomli asardagi Chaogayni kim qasildi? Bu yerdagi Chaogayning sirliq o'limining yeshimini tafsilotini men 20 minutlik bir qisqa film qilib ostidagi ulanmaga akirib qo'ydim va yana Wusongning tafsilot yoqtiradigan do'stlar ozgina 1-3 ming pulga setib olib, anglasanglar bo'ladi.